Точно birinchisi bo'lsam kerak. Xo'p, Murskoy kiyim magazinini reklama qilgan qizni ko'rganman. Murskoy aksessuarlarni ham reklama qilgan qizni ko'rganman, lekin shinalarni reklama qilgan bloger qizni hali ko'rmaganman. Точно birinchisiman. Bu Greenlander shinasi 80 mingdan 110 ming kilometrgacha bemalol yurib bera oladi. Loyli yo'llarda sirpanmasdan xavfsiz burilishi uchun suvni maksimal tashqariga chiqarib tashlaydi. Bu bo'lsa Joyrod shinasi. Odatda tezlikni yaxshi ko'radigan taksichi akalarimiz bu shinani xarid qilishadi. Eng noqulay yo'llarda ham bemalol mashina hayda olasiz. Yomon ob-havo sizni mashinani tez haydashingizga to'sqinlik qila olmaydi. Ikkala shina ham harakat paytida shovqin chiqarayotgani deyarli sezilmaydi va yaxshi tormozlanadi. Xullas, toychog'ini qattiq yaxshi ko'radigan akalar, opalar, kimga shunaqa yaxshi shinalar kerak bo'lsa, Askoni любой filiallaridan topishingiz mumkin. Askoda kutib qolamiz.